Assalamu alaykum, muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosining Tor televiziyasi. Bugun mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlardan ma'lumot beramiz. Men Gulchehra Abduqiyim. Men Erkin. Washington Post gazetida e'lon qilingan bir parcha maqolada Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabia Qodir xonim Xitoydan chet elga chiqqan kishilik huquq aktivlari ichida ta'siri kuchayayotgan shaxslarning biri deb ko'rsatildi. Maqolada Rabia Qodir xonimga kishilik huquq faoliyatlarini muvaffaqiyatli holda davomlashtirib, izchil yuqoriga o'rlayotgan zotlarning biri deb baho berilgan. Rabia Qodir xonim bu vaqtda to'xtalib, milliy da'voda qo'lga keltirilgan natijalarni Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining Uyg'urlarning milliy da'vosiga bo'lgan qo'llashidan ayirib qarag'ili bo'lmaydiganligini bildirdi. Rabia Qodir xonim Amerikaning diplomatiyalik tirishchanligi natijasida 2005-yili Xitoy turmasidan ozod qilinib, Amerikaga kelgan. 3 may Dünya Uyghur Qurultayı Dünya Axborot erkinligi kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Uyg'ur xalqining fikr erkinligi ig'ir darajada dafsanda qilinmoqda deb ko'rsatdi. Dünya Uyg'ur Qurultayı bayonotida eskartib, Xitoy hukumatı Uyg'urlarning axborot fikr erkinligini qattiq cheklashni, bo'libmi 2009-yildagi Urumchi voqeasidan keyin uchur axborot vositalarini texmi qattiq qamal qilishni davom qilmoqda dedi. Dünya Uyg'ur Qurultayı bayonotida Xitoy hukumatidan Mahbuba Ablash, Abdug'ani Mamtimin, Dilshad Farhad qatorliq 20 dan ortiq Uyg'ur vijdan mahbuslarini darhol qo'yib berishni talab qildi. Chegirsiz muxbirlar tashkiloti 3 may e'lon qilgan dokladida Xitoy raisi Hu Jintao'ni muxbirlarni eng ko'p turmaga tashlagan davlat boshliqlarining biri deb ko'rsatgan edi. 3 may Amerika Davlat ishlar ministri Clinton xonim Amerika-Xitoy iqtisod strategiya dialogi yig'inida ochilish nutqi so'zlab, Xitoyning cho'qim kishilik huquqni qo'g'dash kerakligini ta'kidladi va shundaqla Xitoyning Qinguangching voqeasi sababli Amerikaga qaratgan tanqidini rad qildi. Clinton xonim mundaq degan: "Biz barliq hukumatlar o'z xalqining qadr-qimmat va qonun bilan idora qilinish tashnoligiga javob berishi va hech qanday bir davlat bu huquqni qat'iy rad qilmasligi kerak deb ishonamiz." Amerika-Xitoy iqtisod va strategiya dialogi payshanba kuni Beijingda boshlangan. Mazkur dialog Xitoyda kishilik huquq faoliyatchisi Qinguangching Beijingda turishliq Amerika elchixonasiga qochib kirib olib, ikki davlat orasida diplomatik besaramjonlik paydo qilgan vaziyatga to'g'ri kelgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Qog'liqda bir Navoiyning 3 Xitoyni bo'g'izlab o'ltirish voqeasi yuz bergan. Bu voqea 28 fevral Baxt yo'li voqeasidan keyin 3 kun keyin yuz bergan bo'lib, oshkorlanishicha o'lgan Xitoylar shu kuni intiqom olish uchun Qog'liq bozoridagi bir Uyg'ur Navoiyga pichoqli hujum qilgan. Ammo pichoq ko'zlagan nishonga sanchilmagan. Hujumda yenik zaxmlangan Navoiy Xitoyning qo'lidan tortib olgan pichoq bilan 3 Xitoyni bo'g'izlab o'ltirgan. Xitoy matbuotlari 2 oyning 28 kuni Qog'liqda yuz bergan pichoqli hujum qilish voqeasida Xitoylardan 15 kishining o'lganligini, 14 kishining yaralanganligini va Uyg'urlardan 7 nafar hujumchining naq maydonda etib tashlanganligini va shundan buyon vaziyatning tinchlanganligini xabar qilgan edi. 3 may Gollandiyadagi Uyg'urlar namoyish qilib, Xitoyning Gollandiyadagi korxonchilarni Uyg'ur diyoriga jalb qilish yig'iniga norozilik bildirdi. Namoyishga Gollandiyada yashayotgan 30 ga yaqin Uyg'ur qatnashgan. Ular ayoltuzliq ko'k bayroq va lozing plakatlarni ko'tarib, yig'in ochilgan mehmonxona oldida to'plangan va namoyishni davom qilgan. Jungoning g'arbidagi Yangi bozor Xinjiang temisidagi bu yig'inni Gollandiyadagi Xitoy konsulxonasi uyushtirgan bo'lib, yig'in 2012-yil 3 may Danxak shahridagi bir mehmonxonada o'tkazilgan edi. Aniqsiz ma'lumotlarga qaraganda bu yig'in Uyg'ur elining turli ortiqchiliklarini bayon qilib, Gollandiyadagi mablag' solg'uvchilarni jalb qilishni maqsad qilgan ekan. Namoyish shu yerning vaqti bilan atgan soat 8:20 dan tush soat 12:20 gacha 4 soat davom qilgan. Namoyishchilar turli shiorlarni to'plab, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan siyosatini fosh qildi. Namoyish tashkillovchi o'rin Uyg'ur Yoshlar partiyasining boshlig'i Abdusalom apandi mehmonxona ichidagilar bilan sirtidagilarning maqsad g'oyalari ifodalangan bayonotini o'qidi. Uyg'ur Avtonom rayon hukumati bu yildan boshlab rayondagi maktablarda yo'lga qo'ygan sut tuxum qurilishida har xil farqlar mavjud bo'lganligidan boshqa, o'quvchilarga tarqatilayotgan xaltaliq sutning ota-onalarda andish paydo qilayotganligi ilgari surilmoqda. To'liq bo'lmagan ma'lumotlarga qaraganda, joylardagi ma'rif tarmoqlari ota-onalarni xotirjam qilish uchun maxsus oziqlik yetakchilarini saplab, sifat va bexatarlikka kafolatlik qildiganligi haqida va'dalar bergan.
Әмма балаларга тарqıtылып atqan xaltılıq sütlərinin 2 aygacha buzulmaydiganligi hamda kelish manbasidagi ko'p xillik ota-onalarni xotirjamsiz qilgan. Ba'zi Uyg'ur muallimlar mazkur sut tuxum qurilishining bexatarligi ustida to'xtalishni xolamagan bo'lsa-mu, buning qo'sh til ma'rif siyosatidan keyin yo'l qo'yilganligini alayda ta'kidladi. Möhtərəm televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördünüz. Kelar hafta ko'rishaylik. Xeyr xoş. Xeyr xoş.